Dunyo xalqlari va millatlarning madaniy ozagi va asosiy muloqot manbai bu ularning milliy tili hisoblanadi. Shunday ekan, har bir tilning saqlanishi hamda yosh avlodga yetkazilishi xalq taraqqiyoti va uning kelajagini belgilaydi. Birgina til ko'plab xalqlarni o'zaro birlashtiradi, tarbiyalaydi, o'qitadi, urf-odat, an'ana va madaniyatlarni saqlaydi, uni avloddan avlodga o'tishini ta'minlaydi. 1989 yil 21 oktyabrda O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonuni qabul qilindi. Bu qonun xalqimizning mustaqillik uchun qo'yilgan dastlabki qadami bo'ldi. Ushbu qonunning bir moddasi va bosh qomusimizning 4 moddasida O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tili ekanligi va O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi barcha millat va elatlarning tillari, urf-odatlari va an'analari hurmat qilinishini ta'minlanishi ham belgilab qo'yilgan. 2020 yil 10 aprelda O'zbekiston Respublikasining O'zbek tili bayrami kunini belgilash to'g'risidagi qonuni qabul qilinishi quvonarli hol bo'ldi. Ushbu qonun bilan har yili 21 oktyabr O'zbek tili bayrami kuni etib nishonlash belgilandi. Endilikda har yili 21 oktyabr butun mamlakatimiz bo'ylab katta bayram sifatida nishonlanadi. Bu esa ona tilimizni qay darajada ardoqlashimizni va hurmat qilishimizni bildiradi. Milliy qadriyatimiz va davlatchilik timsoli bo'lgan ona tilimiz har doim dunyo minbarlarida jaranglab tursin. O'z sofligi va jozibasini hech qachon yo'qotmasin. Milliy yuksalish yo'lida abadiy barqaror bo'lsin. Aziz vatandoshlar, Fanlar akademiyasi davlat va huquq jamoasi sizni til bayrami bilan muborak etadi.